Хорошо, Тайсон, поздравляю тебя с победой. Мощный бой bo'ldi. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Chunki men bu jangimda bir eng yaqin insonimga atagandim. Chunki u inson mening uchun juda qadrli inson. O'shanga atagandim, o'shaning evaziga mag'lubiyatga uchramayman bu pobedani. Не, Тубилис Мукетти, чего вы там не разделили? Urushgan sababi u menga jang tegyapti, yonim kelyapti, vizit tashyapti. Men o'zi jang bilan orqa xursandchiligim, boshqa narsam bor edi. Keyin Saturnga bir qaradim, sakrab yotibdi. Saturnga sakrayapti, menga vizit tashyapti. Keyin asl o'zim emotsiya tutolmadim, borib bir tepdi. Emotsiyada tepdim, ya'ni uzr so'rayman, ya'ni unaqa narsa o'zim xohlamagandim, просто majbur qilishdi. Как он оценивает своего соперника? Sapernigim mo'shni. Juda ham yaxshi tayyorlangan. Kichik ko'p ekan, ko'rdingizda, barbada o'zim barbisman mana qulog'im. Barbisman, kuchim yetmadi uncha bu. Mo'shni kuchi bor ekan, yaxshi urishdi, yaxshi jang qildi. Просто meni hozirgi vaznimda, hozirgi meni formamda meni to'xtatishga hech kimning kuchi yetmaydi. Uncha-bunchasini to'xtatib qo'yishga temir robotman. Forma temir, ha. Futbolni qurilishda to'lgan. Qurilishda og'ir mehnatlarda ishgan forma. Trenировка sportzalda ishlanmagan bu formalar. Сколько тренировок в день он делает? Bir kunda, ya'ni o'rtacha 1 soat, 2 soat nari bo'lsa. Kuniga bir mahal trenировка qilaman, chunki undan tashqari ishlarim ko'p, uyda molga qarashim kerak, o'tin chopishim kerak, blogerlarni yuritishim kerak, boshqa oilamga vaqt ajratishim kerak. O'shancha bir mahal hozircha bosyapman. Professional bo'lsam inshaalloh 2 mahal, 3 mahal bo'ladi, nasib bo'lsa. А что он тренирует больше? Стойку, борьбу или качку постоянно? Men ko'proq trenировка qilishimning sababi ko'proq turnik, buruz, anjumaniya qilaman ko'proq. Keyin undan tashqari o'zim tayyorlanaman. Yengilgani trenировка qilaman. Sportzalda ham o'zim yolg'iz. Masalan, men shu jangimda hech bir uncha trener-siz yordamisiz harakat qilib o'zim uyda qishloq sharoitida mehnat qilib keldim. Yaqinlarim, butun O'zbekistonlarim, birodarlarim hammani qo'llab-quvvatlab turgan, menga padishga berib, menga ko'mak berib turgan insonlar hammasiga rahmat. Ota-onamni juda ham yaxshi ko'raman, ota-onam, yaqinlarim, do'stlarim, qadrdonlarim, hamma borlaringga shukr. Nasib bo'lsa hali boshlanishi, bugun hali jang qilmadim. Nasib bo'lsa yanagisida bundan da zo'r jang ko'rsatishga harakat qilaman. Boringlarga shukr. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.